21 savol. Energiya almashinuv bosqichlarida 360 gram glyukoza to'liq va 3 mol glyukoza to'liq parchalangan bo'lsa, hosil bo'lgan energiya necha foiz issiqlik sifatida tarqaladi deyilyapti. Xo'p, endi bizda demak issiqlik energiyasini topishimiz kerak va umumiy energiyani topishimiz kerak. Va chala va to'liq parchalanayotgan glyukozamiz. Xo'p, endi bizda to'liq parchalangan 360 gram, chala parchalangan esa 3 mol ekan. C6 H12O6 to'liq parchalansa, xo'p, bizda chiqayotgan umumiy energiya kerak ekan. Demak, 2800 kilojoul umumiy energiya hosil bo'ladi va undan 1280 kilojouli issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu aynan 180 gram glyukozada, demak 2800 kilojoul hosil bo'ladi umumiysi, 1280 kilojoul esa issiqlik sifatida tarqalib ketadi. 360 gramida qancha? Demak, 5600 kilojoul umumiy energiya. Undan demak 1280 ni 2 ga ko'paytiramiz, 2560 kilojoul esa issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. Xo'p, endi bizda yana qo'shimcha bor. Chala parchalanayotgan glyukoza bor. C6H12O6 chala parchalansa 200 kilojoul umumiy energiya hosil bo'ladi. Undan 120 kilojouli issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu 1 molda. 1 molda 200 kilojoul umumiy energiya, 120 kilojoul issiqlik energiyasi. 3 mol glyukoza chala parchalandi dedi. Demak, 600 kilojoul umumiy energiya hosil bo'lgan. Issiqlik energiyasi esa 360 kilojoul. Xo'p, endi jami issiqlik energiyalari hamda jami umumiy energiyani topamiz. Demak, umumiy energiyalar 5600 kilojoul hamda 600 kilojoul chiqyapti. Demak, 5600 ga qo'shaman 600 kilojoul. Qo'shadigan bo'lsam, demak 1200 6200 kilojoul mana. Demak, 5600 ga 600 ni qo'shadigan bo'lsam 6200 kilojoul bu umumiysi. Xo'p, endi bizda issiqlik energiyalar birinchi mana 2560 kilojoul to'liq parchalanishdan, 360 kilojoul bu chala parchalanishdan. Demak, 2560 ga qo'shaman 360 kilojouldi. Demak, 2560 qo'shilgan 360 2920 kilojoul bu issiqlik energiyasi. Bizda aytayaptiki, umumiy energiyaning necha foiz issiqlik sifatida tarqalgan. 6200 kilojoulimiz bu umumiy energiyada bu 100%. Bundan demak 2920 kilojoulimiz issiqlik sifatida tarqalib ketyapti. Bu necha foizni tashkil etyapti? Demak, 2920 ni ko'paytiramiz 100 ga bo'lamiz 6200 ga. Demak, 47.09% chiqyapti. Yaxlitlab 47% desak bo'laveradi. 47%. Demak, javobimiz B javobda berilyapti. Ya'ni 47% beryapti.